Hurmatli obunachilarim, hammangiz sog'misizlar, omonmisizlar? Yana efir orqali ko'rishayotganimizga shukur. Beadad shukur. Mana hozir menchi 1 kilo qo'y go'shti, 1 kilo mol go'shtini bankalarga solib tushit qilmoqchiman. Shuni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Hozir mana birinchi pripravaladan boshlayman. Bismillahirrohmanirrohim. Ozgina zira hamma bankalarga zira solamiz. Bularni keyin orasiga solamiz. Qora murch, lavrel listim qolmabdi, qarang. Mayda-maydalardan bitta solaman endi. Banka yopib, pomidor yopib qoldirmanman. Endi bismillahirrohmanirrohim deb barakasini bersin. 2 bo'laklarni mana qildim mana. Bunday bo'lak. Anaqa. Bunday qildim mana. Bitta bo'lak mol go'shti, bitta bo'lak qo'y go'shti. Yana bitta bo'lak mol go'shti, bitta bo'lak qo'y go'shti. Endi 4 donagina qora murch sovuramiz. Piyoz solamiz. Lavrel solamiz. Keyin yana go'sht sovuramiz. Tuzlangan go'sht tuzlab qo'ydim, qizlar. Go'sht tuzlab qo'ydim. Mana bittasi. Hozir yana bittasi qilib ko'rsataman. Qarang, ungacha men 1 litrlik kartoshka solmoqchiman. Kartoshka solamiz. 4 ta 5 ta. Zira soldik. Qo'y go'sht solamiz 2 bo'lak. 2 bo'lak mol go'sht solamiz. Piyoz solamiz. Piyoz solamiz. Keyin qora murch solamiz. Lavrel solamiz. Maydada 2 ta sovaman. Yana qo'y go'sht solamiz. Mol go'sht solamiz. Yana piyoz solamiz. Yana ozgina orasiga zira solamiz. Xo'sh, keyin yana go'sht to'g'raymiz. Bu olib qo'yishga emas, mashg'ullar deyishga. Olib qo'yishga menimcha bo'lmaydi. Mashg'ullar deyishga. Ertangda masalan. Men bitta anaqam qolib ketibdi, qarang. Esimdan chiqib. Qo'y dumbasidan bitta sovuram ustiga. Qo'y dumbasidan. Men bu yoqqa ham. Keyin krishkalarni yopamiz-da. Vodani suvda anaqa qilamiz. Pishiramiz. 4 soat menimcha qaynataman. Necha soat qaynatganimni keyin ko'rsataman, xo'p? Mana qizlar, muxlislarim, bankalarga joylab oldim. 2 kilo go'sht, bitta 1 litrli, 4 ta 400 grammli chiqdi. Dumba soldim, piyoz 2 ta 3 tasiga soldim. Kartoshkali piyozli, mana bular quruq piyozli. Yana seldir sovordim ustiga. Mazali bo'ladi, aromatli bo'ladi. Dumba soldim ustidan. Mana bular piyozsiz dumbali bo'ldi. Endi bularni qaynatib qo'ygan krishkamizga voy, mana bittasi anaqa buramas ekan. O'g'lim yopib beradi endi. Oddiy nima ekan, apparatda buradigan. Menga ma'mula yoqadi. Bularni hozir suvga qo'yamiz. Mana azizlarim, suvga qo'yib qo'ydim. Xudo xolisa 4 soatda pishadi. Qaynab chiqqandan keyin 4 soatda olamiz. Xudo xolisa
yumshoq bo'lib pishadi. Mana tushonkamiz pishdi, qizlar. Endi hozir bittasini ochib yeb ko'ramiz. Qanaqa chiqdi ekan mazalari. Mana kecha to'la solgan edim, qarang. Pishsa kamayadi-da, ozgina bo'lib qolibdi. Bankani tagida. Mayli, barakasini bersin. Mana endi pishganini ko'raylik. Mana xaladis bo'lib qolgan joyini qarang. Ana qilmadim, isitmadim-da, kechaga sovuq. Isitsa boshqacha bo'l. Yumshoq, qarang. Tilib ketyapti mana. Yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Eski sovetda tushonkasidan bo'pti. Kelinglar mehmonga. Shunaqa qilsanglar. Quvvatli bu. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Allohga omonatsinlar. Mana qizlar, talinkiga solib ozgina yeb ko'rdim. Juda yaxshi pishgan. Bu endi quvvatli, shundoq go'sht, vitaminlarga boy. Har zamon shunaqa yeb turish kerak-da. Tavsiya qilaman sizlarga ham. Tinchlik omonlikda ko'rishaylik. Hammanglar sog' bo'linglar. Xonadoninglarga qut baraka.